Hürmetli vatandaşım, bugünkülük şiirlerimizde başlayımız. Ötkende biz sizlerge ahirkatimde Tayvan toğrusu toxtalgan edik. Menimçe men şunda oylayman, hürmetli vatandaşım, Tayvan meselesi ya Tayvan boğuzu meselesi degen xuddi sizler ko'rib o'tgan balalar ishlab bergan kino Sun Wukongni bilasizlar. Hozir shu Sun Wukongni ro'laypo O'tayshan tag'ining ostiga 500 yil bostirib qo'ygandek Tayvan boğuzu voqealari shundaq ro'laypo tarafidan 500 yil bostirib qo'yilgan bir voqea. Yoki Jungoliklar Tayvanda ishlama qilolmaydi, yoki Tayvanliklar Jungoliklar ishlama qilolmaydi. Shunga biz bu masalalardan o'zimizni qochirib, o'zimizni avvar qilmay, faqat bir nuqtaga diqqat qilaylik. Amerika Kongressida Kengash palatasi ve Kengash palatasi ve Avam palatasi ma'qullagan Tayvan to'g'risidagi 6 turli kapolatnomaning 6-moddasi. Masalan, Jungoning Tayvanga egilik huquq yurgizish talablarini Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiy e'tirof qilmaydi degan, e'tirof qilmaydi degan mushu moddani ko'nglimizda saqlab qolsak bo'ladi. Bu yerda endi o'ylaymizki, mushu moddaning mushundoq tuzilishi ya qonun bo'lib ma'qullanishi, mayli prezidentga yo'llansin yoki yo'llanmasin ma'qullanishi, undaqda Jungoga qaratgan Amerikaning bir Jungo siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatadi degan nuqtada, yoki bugun yoki erta qanday ta'sir ko'rsatadi degan nuqta o'ylansaqla bo'ldi. Bugun biz Tayvan bo'g'uzi voqealarini o'zlariga tashlab qo'yib boshqa nuqtadan boshlaydi. Bugün yani bir kulguli xabar o'tirg'i chiqdi. Bu xabarni anglasanglar, balki hayron qolishinglar mumkin, balki shundaqda deyishinglar mumkin, beshinlashinglar mumkin. Masalan, Jungo dunyoga rahbarlik qilishga majbur bo'lib qoldimi? Diqqat, takrorlayman. Jungo dunyoga rahbarlik qilishga majbur bo'lib qoldimi? Wang Yining javobida hikmat saqlandi mavzuli xabar 5-oyning 20-kuni Dovi Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Arab hamkorligi munbiri 7-qatimliq ministrlar yig'ini ochilish arifasida Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Al Jazeera televiziya stansiyasi muxbirining ziyoratini qabul qildi. Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Xeli uzoq zamonlargacha Amerika dunyoda yanada birinchi o'rinni saqlab qoladi, saqlab keladi. Lekin bu ish hargizmi bu dunyoga birli davlat rahbarlik qilishi kerak degandan darak bermaydi. Amaliyotmi bu dunyoga birli davlat rahbarlik qila olmaydi. Bu tashqi ishlar ministri Wang Yining gepi ekan. Savol: 20-asr Amerika asri bo'ldi. 21-asr Jungoning asri bo'lib qolishi mumkinmi? Wang Yi, qaysi bir asrni qaysi bir davlatning asri deb atash bizning davlatimiz Jungoda toza ishlatishni xohlamaydigan bir xil atashdir. Çünkü biz her qaysi davlatlarning ishini shu davlatlar o'zlari hal qilish kerak deb qaraymiz. Dunyoviy ishlarni har qaysi davlatlar maslahatlashib hal qilish kerak. Hargiz bir davlat tarafidan belgilanmasligi kerak va monopol qilinmasligi kerak. Bu ma'nodan aytganda Jungo boshlanish bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotini yadro qilgan xalqaro sistemini qo'llagan edi. Birleşken Devletler Teşkilatı dünyavi nüfuzga ega umumiy hukumatlar aro xalqaro tashkilotdir. Har qaysi el xalqlarining o'rtaq qo'llashi ostida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nizomnomasi tuzilgan edi. Bu Wang Yining javobi ekan, qo'yilgan savolga berilgan javobi ekan. Men mundaq hisoblayman deydi Wang Yi. Hozirgi dunyoda yuz bergan nurg'un masalalar davolg'ush, qalaymaqonchilik, hatto urush amaliyoti bularning hammasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasini muddao prinsiplarini to'liq ijro qilmaganligi munosabatlik. Chunki nizomnoma yadrosi egilik huquqni hurmat qilish, ichki ishlarga aralashmaslik, talash tortishlarni tinch yo'l bilan hal qilish, xalqaro hamkorlik. Agar har qaysi davlatlar nizomnomaga amal qiladigan bo'lsa, bu dunyo texmi osoyish, texmi xotirjam bir dunyo bo'ladi deydi Wang Yi. Al Jazeera muxbirining savoliga javob berganda.
Her qaysi devletler ortak taraqqiy qilgan bo'ladi. Bu bizning nishonimiz ham tashqi siyosatimizning falsafasidir. Xo'sh, Wang Yi apandi savol qo'yaylik, siz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasi to'g'risida to'xtalibsiz. Rahmat sizga. Hozirgacha boshqani qo'yib turaylik, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasi fuqarolar huquqi, siyosiy huquq, xalqaro ahdnomasiga siz imzo qo'yg'ili to'p-to'g'ri 17 yil bo'ldi. Qachon ijro qilasiz Wang Yi apandi? Xalq vakillar qurultayi buni qachon tasdiqlaydi Wang Yi apandi? Agar bir davlat Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasiga shundoq beparvo qaraydigan bo'lsa, unda bu nizomnomaning nima qimmati bo'ladi? Nima ahamiyati bo'ladi? BDTning nima qimmati, nima ahamiyati bo'ldi Wang Yi apandi? Bu to'g'rida to'xtalmabsiz. Al Jazeera muxbirining savol. Amerika zaiflashyapti. Kelgisi 10-20 yillarda texmi zaiflashadi. Buning uchun Jungo rahbarlik qilishga tayyorlik qilib qo'ydimi? Buning uchun Jungo dunyoga rahbarlik qilishga tayyorlik qilib qo'ydimi? Hatto Amerika zaiflashadigan bo'lsa, Jungo bu dunyoga rahbarlik qilishga majbur bo'lib qoladigan bo'lsa, Jungo bunga tayyorlik qilib qo'ydimi? Demak, Al Jazeeraning muxbiri mushu savolni jur'atli qoldi o'tirib qo'ya olgan ekan. Demak, bu yerda bir nima gap bor desa, satrashdan kuch qayerdan kelgan desanglar, dastlab turgan yerning ostidan bir ko'zi ko'p oltin chiqibdi degandek, hozir bu Al Jazeera muxbirining bundoq jur'atli savol qo'ya olishiga balki yanchiqiga selib qo'ygan dollar shunda kuch bergan bo'lsa kerak. Endi biz bu yerda nima deymiz deydi Wang Yi. Mundaq javob qaytardi. Wang Yi'ning javobi mundaq: bir davlatning o'rni va ta'siri qanday hukm qilish har qaysi davlatlarda ko'z qarash birdek bo'lmasi kerak. Bizning Amerikani tushunishimizcha, Amerika hali uzoqcha dunyoga bir xil birinchilik o'rni saqlab qoldi. Lekin saqlab qolish bu dunyoga birla davlat rahbarlik qilishdan darak bermaydi. Amaliyotdan bu dunyoga birla davlat rahbarlik qila olmaydi. Yanada hamkorlikni kuchaytirish orqali yer sharimizni o'rtaq qurishimiz va o'rtaq qo'g'dishimiz lozim. Demak, bu qatim Al Jazeera muxbirining savoliga javob berganda Wang Yi apandi jungoliklarning ko'nglidekini, mingisidekini, qo'shig'idekini oshkorlagan gap. Hozir Amerika bilan bo'layotgan talash-tortish qaysi u dengiz masalasi, qaysi bu daryo masalasi emas. Tegi-tekni aytganda bu dunyoga kim hukmronlik qilish kerak? Amerika o'rin bo'shatish kerak. Amerika Osiyodan chiqish kerak. Amerika Tinch okeandan ketish kerak. Amerika G'arbiy Tinch okeanini bekorlash kerak. Mana bu jungoliklarning maqsadi. Bugun Wang Yi apandi aytibdiki, dunyoga men hukmronlik qilaman deb. Xo'sh, Wang Yi apandi sizning hukmronlik qilishingizni, dunyoga rahbarlik qilishingizni emas, hatto bugun Jungo rahbarlik qilishingizni Tibetlar qabul qilmadi, Uyg'urlar qabul qilmadi. Dunyoga qanday hukmronlik, rahbarlik qila olasiz? Wang Yi apandi